siyosiy vaziyatlar, dunyo iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranida. Şivsiyada bo'lsam hozircha oldin ish tadbirlaridan shu diqqat qilishni, qo'lni yuvishni, ariqliq qo'yishni shuni davatida uni keyindan 50 odamdan ortiq kishilarning to'plashib yig'ilmaslikni qiladi. Bular asosligi insonlarning o'zining immunit kuchi bilan qarshi turishga, diqqat qilishga bir shekildagi narsalarni ham qilgan bo'ldi. İçinde eskertishim bo'ldi. Bunun boshqa alayda yemisimi yo'q. Lekin insonlarni qanday sir chiqmaslik cheklimsi tadbir bu narsalardan besim qilmadi. Mandan shu vaqt manda bo'lsa deb shart qo'ymadi. İnsanlarning ixtiyorlariga qo'ydi, lekin diqqat qilishga tavsiya qildi. Demak, insonlar bunisiga biroz nima bo'lishga ham bir sistemaga kirib bo'lgan insonlar bo'lishga unda o'zini o'zi asramaydigan, o'zi diqqat qilmaydigan, hech narsaga qarg'ularcha nima qilib qoladigan ahvollar bo'lmadi. Insonlarda kichigini tortib chiniqish odatlangan. Chiniqish turmushning bir odati. Kuniga tomoqdan keyin bo'lsin, masalan, yaslar atganda bo'lsin, 1 soat, 2 soat chuqum yo mangdi, yo yuguradi, yo chiniqsallarga kirdi degandek-ku. Yo vazif minidi, bular vazif minish aytadimi? Men mana vazif malning vazif minadigan bir yo'lda ketib borman hozir. Shunga o'xshagan shaklda chiniqishga ahamiyat berganligida demoqchi deb o'ylaymiz. Yana birisi ilmiy uzuqlanish. Ilmiy uzuqlanishdan diqqat qilib inson badaniga ziyonli bo'lgan narsalardan o'zini yiroq tutish. Deganda bu Xitoy virusiga qarshi her davlatlarning tadbiri o'xshash bo'lgan har xil shaklda ilyapti. Hozir mana Yevropaning ba'zi bölgelerinde ikkinchi qatimliq kasallikning alomati yana qaytadan ko'rish boshladi. Masalan, Belgiya deymiz, qatorliq davlatlarda shunday ahvollar bo'lyapti. Shuna o'xshagan shaklda Shvetsiyadami hamda ikkinchi dalga qanday bo'ladi, onu bilmaymiz. Lekin hozir Turkiyadagi soliq ma'lumotlarga qaraganda mana biroz o'rlab ketib bordi. Yetning oldida bundan tuyan tushgan bo'lsa, hozir yana bundan yo'qlab mana shu ko'zni berib qilyapti. Alloh saqlasin, yerga qarindoshlarimizni, bütün musulmonlarni shu Xitoyning nejis shu viruslardan saqlasin deymiz. Shunun bilan birga buni ehtiyot qiladigan, diqqat qiladigan nuqtalarda diqqat qilishimiz bo'libmi? Turkiyada biroz chiniqish muhitlari bularmi ma'lum. Zeytinburnu tarafında kar ekan, mesela deniz sahil tarafında maksimum her xil şekilde bir chiniqish muhitlari yaxshi ekan. Mana shunga o'xshagan shaklda aşağıdaki qarindoshlarimiz deniz sahiliga harakatga chiqib bir saat adam chalon yer vaqtida yerlarda minib piyoda yurib harakat qilsa nayti foydasi bor. Ondan keyin bizda tomoqni jiqiy bilish bor ekan. Hammamizning iymondorchiligimiz yo'qolgan ekan. Adam her yerde tomoqni so'zlab qilib, shu jiqilma yosh 40 dan oshgandan keyin ham har xil shaklda bedellarda chekinish alomatlari ko'rildi ekan. Eng yaxshi davolash unumi, usulimi chiniqish ekan qarindoshlar. Doğru pora buni sababini qilamiz deydi ekamiz. Eng unumli, eng yaxshi, eng o'zimiz bilan energiya orqali o'ngshaydigan chiniqish orqali badanni yaxshilash. Salomatligimizni yaxshi tutib qola oladi ekanmiz. Andan keyin badanimiz sog'lom turdi ekan. Badanimiz kuchli bo'lsa aziydi ekanmiz. Yemek dikkat qildi ekanmiz. Ananda keyfiyatimiz ro'q bo'ladi ekan. Qilishimizda bir nima bo'ladi ekan, natija bo'ladi ekan. Bo'lmasa bu zaiflashgan badanda yaxshi harakat, yaxshi gap
sözümü çıkışta sulap kıldı eken. Son oxşan şekilde şuna kadar katsak degan bir üzemden düşünençilerin her birleriyle ortaklaştım. Nurgun doktorlarımız, nurgun kişilerimizin yaxşı şekilde YouTube kanalları arka yükseyen sözlerdi da bulam Amerika'daki memtümün hakimiz ait yaxşı şekilde muşu Xitay virus toğırlıq ait yaxşı şuraların beri vatıdı. Şu kişilerimizin nimelerini alınsak, leksiyelerini ondan faydalansak ait yaxşı dep oylayman. Ben bu şu şekilde şu ilhamını ilip her birleriyle bu ilhamlarımız bir ortaklı şey dep bu filmde işildim. Bugün Şivsiyanın ki hazırki Xitay virusunun ahvalını her birleri bir dep koygaç bir şekilde de hem Çin'e kaç birleriyle bu fikirlerini bir ortaklaşkan buldum kardeşler. İnşallah Allah patmant etti bu Xitay virusunu. Benden bir kutulup şu Xitay tecavüzlerden mi? Hemimizden şu Xitay tecavüzlerden mi kutulup vatanımızı inşallah müstakillığını kolu gelip aşağıdaki zulüm çıkıp atkan barlıq halkımızı patmant etti bir azatlık geliştiriş hemimizden arzusu, ümidi. İnşallah şu ümitleri arzularımızga yetkizgin nasip olsun deyme Cenab-ı Allah'tan. Ne dileyimiz kardeşler. Burada da kardeşler bir genç eksiğerimiz bir şey olsun. Aman Cenab-ı Allah taşıdı. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.